Eshak bilan tulki maysaning rangi haqida bahslashib qolishibdi. Eshak maysaning rangini sariq debdi, tulki esa yo'q, yashil debdi. Ikkovining bahsi kuchayib ketgach, uni hal qilib berishni so'rab o'rmon podshohini yoniga borishibdi. Hukmni eshitishga barcha hayvonlar yig'ilishibdi. Kutilmaganda o'rmon podshohi eshakni aybsiz deb e'lon qilib, tulkini 1 oy qamashga hukm qildi. Tulki hukmga qarshi chiqib sherga "Axir maysaning rangi yashil emasmi?" degan ekan. Sher "To'g'ri" debdi. Unda "Nima uchun mening zararimga hukm chiqarding? Men xato qilmabman-ku" degan ekan. Shunda sher "To'g'ri, sen fikr bildirishda aslo xato qilmading, lekin sen bu masalada eshak bilan bahslashib xato qilding" debdi. Tushunmaydigan, gap uqmaydigan, bahslashni bilmaydiganlar bilan tortishganing uchun seni qamashga buyurdim degan ekan. Azizlar, xulosa o'zingiz